Nima qilyapsiz o'zingizcha? Somsa qilgandim oyijon. Hozir pishay deb qoldi. Somsani ham ja qo'llatgandirsiz a? O'zichi, sizni birinchi marta ko'rganimda bunchalik qo'lidan ish kelmaydigan qiz deb sira ham o'ylamagandim. Shu 18 ga kirgunizcha yuravergan ekansiz-da, a? Kitoblar bilan sumkangizni to'ldirib olib, u yoqdan bu yoqqa, a? Yo'q, oyijon. Oyimga o'rgatganlar ba'zi ovqatlarni qilishni. Shuni o'rgatganlari. Kecha qilgan ovqatingizni qarang. Yo rangi yo'q, yo tuzi yo'q. Bir bemazadan bemaza ovqat qilibsiz. Ay, tavba. Kelin olib mazza qilib o'tiraman deb o'ylagandim. Hozir xuddi o'zim kelinga o'xshayman. Hamma ishlarni o'zim qilyapman. Siz bo'lsa ertalabdan qo'li bilan ko'chalarni chala-chulpa qilib supurib, o'qishingizga yugurib ketyapsiz. Juda ham jonimga tegdi bunaqa yurishingiz. Eplasangiz birinchi uy ishini qoyillatib qo'ying. Keyin o'qishingizga borsangiz bo'ladi. Xo'p oyijon, qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Sekin-sekin o'rganaman oyijon. Go'rda o'rganasizmi? Shu paytgacha o'rganmagan. Somsa pishgandan keyinchi darrov chaqiring bizni. Issiqda choy ichib olamiz, xo'pmi? Xo'p bo'ladi.